Operatsiya jarayonidan qo'rqmagandim. Og'riqsiz o'tishini his qilganman, lekin operatsiyadan keyingi jarayon meni qo'rquvga olib kelgan edi. Mening ismim Sevara, Toshkent shahrida yashayman. Yoshim 42 da. Shu implant sentrda 6 ta implant qo'ydirdim pastki jag' tomonimga. Vaqt o'tib, o'z tishlarim yo'q edi past jag'imda. 8 ta tishim bor edi. 13 yil oldin koronka kiygizgan edim. Koronkani tagida tishlarimning ustki qismlari yedirilib, ildizlari qolgan edi. Keyin borib qarasam, vaqt o'tishi bilan jag'imda simmetrik o'zgarishlar ko'rindi. Sherzod akaning qo'llari juda ham yengil ekan. Allohga behisob shukr. O'zi operatsiya jarayonidan qo'rqmagandim. U, конечно, anaqa bilan o'tadi. Og'riqsiz o'tishini his qilganman, lekin operatsiyadan keyingi jarayon meni qo'rquvga olib kelgan edi. Xudoga shukr, 3 kunda hamma narsa joy-joyida, hech qanaqa og'riqlarsiz o'tdi. Allohga behisob shukr. Hammaga tavsiya qilaman. O'zingizdagi bir organizmni yo'qotgan bir tishingizni his qilmada olganda, hammasini o'z joyida, o'z vaqtida qilishni hammaga tavsiya beraman. Va albatta Sherzod akaga va o'sha implant center butun hamma ishchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat.